sotuvli chiroyli hovlim bo'lsaydi deb niyat qilib yuribsizmi? Unda mana bu 4 ta sanuzelli, yep-yangi, hali hech kim yashamagan qasrdek xonadonimiz aynan siz uchun. Podvollarigacha oppoqqina uslubda remont qilib, tayyor qilib, uburka qilib qo'yilgan oppoqqina uyimiz zudlik bilan chiroyli narxlarda sotuvga qo'yildi. Narxini oxirida aytamiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Naqd 180 kvadrat metrli 6 xonali 4 ta sanuzelli 1.7 sotikli chiroyli xonadonimiz peshonasi yarqiragan omadli obunachilarimizga nasib qiladi. Chunki hozirgi kunda uy-joylarning narxlari juda ham qimmat. Ushbu xonadonimiz narx-navolarini esa uy egalari bilan uyi tepasida 5 tashlab baraka qilgan holda kelishib chiroyli narxga xarid qilishingiz mumkin. Kiraverishimiz chap qo'limizda shunaqa kattagina zal, mehmonxona, to'g'riga yurganimizda esa shunaqa oppoqqina oshxona, orqasida shunaqa kichkina hovlichasi ham bor. Planirovkasi juda qulay, qo'li gul mohir ustalar tarafidan qurib bitkazilgan. O'ng qo'limizda shunaqa yana bitta xona, bu yoqda esa umumiy sanuzel. Tepaga yuqoriga ko'tarilganimizda esa noodatiy o'zgacha zamonaviy uslubdagi shunaqa svitilniklar e'tiborimizni tortdi. Xonadon qimmat, yaxshi sifatli qurilish mollaridan foydalangan holda qurib bitkazilgan hamda eng yaxshi so'nggi rusumdagi oyna eshik romlar o'rnatilgan. Xonadonning eng qulay tarafi sanuzel 4 taligida hamda balkon qismiga egaligidadir. Uyimiz 100% bitgan, kirib yashashga tayyor holatda, yaltillatib uborka qilingan holatda turibdi. Kelasiz u ko'chib kirib yashaysiz. Uyimiz boshlang'ich narxi $137 ming deb belgilandi.